O'zimda hech ham zapravkaga borib, o'zim mashinamni zapravka qilmaganman. Lekin Polshada bitta plus tomoni bor. O'zbekistonda ham bo'lsa kerak. Mana bunaqa narsa bor, shotka. Biz bunda taksistda kelamizda nima qilamiz? Mashinani oynasini yuvamiz. Bunday shotkalar. Antifriz olgandan ko'ra bu bilan yuvgan bizga ancha tekinga tushadi. Lekin baribir antifrizimiz tejimiz shunaqa qilib. Yomg'ir yoqqanda yoki yo'l rasvo bo'lganda ishlatamiz antifrizni. Men orqa tomoni bilan mana bunday qilib tozalaymiz. Hoppa. Yoki mashinada o'tirib, ana uni oyna artadiganni bosib yuborsak ham top-toza bo'ladi. Mana bunaqa qilib artamiz. Life hack. O'zbeklar uchun bemalol kelib Polshada zapravka qilmasanglar ham kelib oynani mana shunaqa tozalab ketsanglar bo'ladi. Indamaydi. Va ana u yerda plysos bor, mashina plysosisi bo'ladi. Va naroqda ko'ryapsizlar. Mashinani balonini damlasa bo'ladi. U ham bepul. Kelib bemalol qilsanglar bo'ladi. Lekin plysos pullik. Esingizdan chiqmasin.